Voy doston ekan, ana o'yinchoqni qarang, olib bering, voshib sen ekan. Qanday olib beraman hozir? Siylashmang, ha? Yo'l ketdi, boshqa joydan olamiz. Safton, obering. Mayli. Ma, Rahmat kattakon. yo'q endi aylanamiz. Doston aka, internetda shunaqa chiroyli ko'ylak ko'rdim. Iltimos shuni olib bering. Yaqinda olib berdim. Yana ko'ylak deyapsanmi? Qachon o'zi tugaydi bu darding? Garderobingni qarang, umuman kiymagansan даже kiyimlaring. Men ko'chadan pulni supurib olmayman. Boshqa pulim yo'q. Sovutdimi? Ozgina. Chiqaryapman, yupqa kiyinib chiqadim. Odam, ha, ko'chaga. Ham kiyib ol. Mana pulni olib qo'ygin-da. Ertaga qishga kiyim olgin, xo'p? Bunaqa yurmagin, shamollab qolasan, bo'pti? Xo'p, rahmat. Mayli, yaxshi aytib ol. Voy, mana borib qo'ymaysizmi? Voy, sana borib qo'yishim kerak edi. Buguncha metroda ketaman, hop. Mayli. Naslingni olib beraman. Tezroq tushgin, men o'rtoqlarimda o'tirishim bor-da. Taksi chaqirdim, hozir 1 minutda keladi. Mayli, yaxshi aytib oling, Ma'mur aka. To'xta, qanaqa taksi? Men o'zim olib borib qo'yaman. Begonaning mashinasida ketmaysanmi? Kech bo'lganda. Отказ qil. Qaysi tomondan? Bu yoqqa yaqinmi deb?